Assalomu alaykum hurmatli Asl Cho'pon obunachilari. Mana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida kimning esida bo'lsa qari sovuqlari chiqardik. 15-sentyabr kuni. 2 oydan oshdi. Yana shu kunlar yana bir video qilib bergan, qanday semirdi, qanday o'zgardi 2 oy mobaynida. 2025-yil 23-noyabr haftaning yakshanba kuni. Mana qanday o'zgardi. Mashg'ullar ham shu zo'r o'zgargan. Endi galaning ichida o'zgarib ketadi. Junlarni oldik. Pokiza qilib. Ular udar. Mashg'ullar to'q bo'g'oz ekan shularni. Mashg'ullar to'q bo'g'oz ekan. Haqiqiy bola beradigan qo'yganlar. Shuni tug'adi. Ko'tidan tushadi-yu, yurib ketaveradi qo'ylar. Bo'yi pakanarog'i, pasmak go'shtlar qo'ylar. Foizli beradi qo'ylar, foizli. Mana qo'ylarimiz jonon qo'ygan. Galani ichida chiqadi-da. Maqtayman desam, buni ham maqtashim kerak. Maqtasam o'qlayveradi. Sog'lig'imiz 220 ta sog'liqlarimiz. Qanday o'zgaribdi? O'zgargan bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yingizlar, bang'illar. Benim qo'ylarimiz sotilmaydi. Sotilmaydi, просто ko'rsatib qo'yapman. Olingan paytda nosini ko'rib, 2 oy mobaynida endi yana bir ko'rsatyapmiz. O'tgan yil ham bir chiqaruvdi shunday qilib. O'tgan yilda har oyda chiqaruvdik. Bu safar endi vaqt ko'p bo'lmay qolyapti. Mana hozir boya bu videomiz ham chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz 200 ta qo'chqor qo'zi ham chiqarganmiz. Yemini yeb bo'ldi. Qo'ralarda qildik bu yil. Sog'lig'i qo'chqori bu. Yemini yeb. Hozir soatimiz soat 10 bo'ldi hozir. Qo'zilarimiz soat 8larda tashqariga chiqqanda video qilganmiz. Shu yemi qaynatilgan bug'doy yeydi, kepak yeydi, xashak yeydi. Sog'lom sotilmaydi. Просто sizlar uchun qanday boqilayotgan sharoitlarni ko'rsatib naqd ketyapmiz. Mana shu qo'ylarimiz 50 kilo tepasida keladi shu qo'ylar. Qisirga deb olganmiz. Qo'ylar endi 1.5 bo'g'oz ham chiqayapti. Bo'g'ozlar ham chiqayapti. Mana xashak. Yontoq. Yedi. Shuni to'q bo'g'oz ekan. Kim olsa mazza qiladi. Sotaman shu qo'yni. Zo'r qo'ylar ekan. Ajralib chiqib turibdi ikkalasi. Qo'yning ko'kragini qarang. Yaltirashi. Jonivorlar. Qanday ko'rinadi. Paqpaqalari ham bor ekan. Semirmagan arriq. Atxoti ham ko'p chiqadi qo'ylardan. Shu qo'ylarga 3 million so'mlarga tushgan, 3 millionga. Aylangan. 45 kilodan kelib qolsa kerak. Hozir kelmaydi. Yana yangi yilgacha keladi 45 kilodan quyuq suyuqdan.
Hozir 50 kilo tepaliklari ham bor hozir. Mana qo'ylarimiz. Sharoitda bormasa, qashqa qo'ylarimiz ortiq. Buni mayda chudasi bor. 45 kilosini 120 dan so'ysak ham hisoblab qo'yaverasizlar. Obuna bo'lib qo'ying, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, pastdan chiqarib turamiz. Son 220 ta. Adamlar yugurganga yo'tali bu necha yo'tali bu yo'talganini ko'ryapsiz, semirgan, tushgan. Lafaqnab ketgan. İşte boğazlari ham bor akalar bu qo'ylarni. Shu hurmatli obunachilar, kuzatib borasizlar, obuna bo'lib qo'ysalaringiz. Hatto tuqqani ham bor ekan. Sarvar degan yigitdan olganmiz uni. 500 dan. O'zimizning amaki bo'ladi. Samarqandni qo'ydi. 2.850.000 ga oldim. To'p qo'ydi. Xudo xolasa katta qo'chqorcha bo'ladi. Bilasiz. Shu hurmatli obunachilar, obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatib boring. Kommentariyaga yozib qo'ying sizlar, bang'illar. Va qo'chqorlarimiz. Sarvarni o'g'li bo'ladi. Bitta oxir.